Germaniyaga kelishni yo'llari haqida bugun Germaniyaga kelish yo'llaridan biri Oper dasturi bo'yicha gaplashamiz. Bunga kimlar kela oladi? Bu bilan qandaydir moliyaviy jihatdan foyda ko'rishadimi? Va albattaki bunidan keyin Germaniyada qonuniy tarzda qolish mumkinmi? Qizimiz Germaniyada 1 yildan beri Oper dasturi bo'yicha yashab kelyaptilar. Hozir bulardan kerakli savollarni so'rab beraman. Birinchisi, Oper dasturi uchun yosh chegarasi qanday bo'lishi kerak va shartlari qanaqa? Asosan 18 yoshdan 26 yosh oralig'idagi bo'lgan yoshlarimizga mo'ljallangan va shartlari eng kamida A1 darajani bilish va bolalar bilan yaxshi chiqisha olish. Xo'p, shu Oper dasturi bo'yicha hozir kelgansiz, nima ish qilyapsiz? Asosan uyda bolalarga yordam va yengil uy ishlarida yordam. Qaysi ma'noda Oper bo'lib kelish bolalarga yordam berish, ya'ni enagalik qilish desa ham bo'lar ekan. Xo'p, Oper dasturi bo'yicha kelganni sizga nima foydasi bo'ldi? Til yaxshi rivojlanadi va dunyo ko'rasiz va o'z ustingizda mustaqil ishlashga vaqt bo'ladi. Eng asosiysi, Oper dasturi bo'yicha qancha cho'ntak pul olyapsiz? Chunki men eshitganman, operchilar oylik olishmaydi. Sababi siz yashayotgan xonadon sizni uy-joy bilan ta'minlaydi, yeb-icharingizni ta'minlaydi va sog'liq sug'urtangizgacha ko'taradi. Shuning uchun choy-chaqangiz qancha va u sizga yetadimi? Cho'ntak puli asosan 280 yevrodan 350 yevro atrofida bo'ladi va bu albatta yetadi, chunki boshqa aytganingizdek xarajatlar qoplangan. Va yana muhim savol, Oper dasturidan keyin siz Germaniyada qonuniy qola olasizmi? Chunki operchilar odatda 6 oydan 1 yilgacha keladi. Albatta 12 oy davom etadi bu narsa va undan keyin har xil til kurslari yokida Ausbildung yokida bakalavr vizalari bilan qolish mumkin. Demak, Oper dasturi bo'yicha yana qo'shimcha qandaydir savollaringiz bo'lsa, shu singlimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.